Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zini o'zi band qilganlar uchun juda muhim yangilik. 31 dekabrgacha ijtimoiy soliq to'lab, ish stajiga ega bo'lish imkoniyati mavjud. Bu ma'lumot sizning kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Agar bunday muhim yangiliklar siz uchun ham ahamiyatli bo'lsa, hoziroq videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Hozir esa rasmiy ma'lumotlarni qisqa va aniq tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Diqqat qiling, o'zini o'zi band qilgan shaxslar 31 dekabrga qadar ijtimoiy soliqni to'lab, ish stajiga ega bo'lishlari mumkin. Bugungi kunda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun ijtimoiy soliq to'lab, ish stajiga ega bo'lish imkoniyati yaratilgan. Bunda o'zini o'zi band qilgan shaxs bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni bugungi kunda 412 ming so'mda 1 yilda bir marotaba ijtimoiy soliqni to'lasa 1 yillik ish stajiga ega bo'ladi. Mazkur ijtimoiy soliqni to'lash muddati oldin 1 dekabrga qadar bo'lgan bo'lsa, 2025-yil yanvardan boshlab 31 dekabrga qadar uzaytirilgan. Kelajakdagi pensiyangizga befarq bo'lmang. Tezroq ijtimoiy soliq to'lab, 2025-yil uchun ish stajiga ega bo'lishga ulgurib qoling. Ijtimoiy soliq to'lovini soliq organlarida yoki soliq, xazna, Click mobil ilovalari orqali onlayn ham amalga oshirishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun ijtimoiy soliqni o'z vaqtida to'lash kelajakdagi pensiya va ish stajini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Belgilangan muddatni o'tkazib yubormaslik tavsiya etiladi. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Shuningdek, rasmiy va ishonchli yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat.